Akfa Holding. Akfa. 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 Akfa Holding. Akfa. Akfa Holding katta kuch, ahil jamoa, katta maqsad, ulkan reja va istiqbolli loyihalar bilan yanada yangi bosqichga ko'tarilayotgan, o'z yo'nalishida Osiyo va MDHda eng ilg'or, dunyoda yetakchilar qatorida bo'lgan yirik kompaniya. Qariyb 25 yillik faoliyati davomida kompaniya ko'p sinovlarga uchradi, krizislardan muvaffaqiyat bilan o'tdi, oldinga harakat qilishdan to'xtamadi. Holdingimizda Akfa qatori Imzo, Benkam, Artel, Shivaki, Avalon, Fanon, Central Asian University va Akfa Medline jahon tan olgan brendlar qatoriga kirdi. Bugungi kunda mamlakatimizda qurilish, bog'dorchilik, turizm, mehmonxona xo'jaligi, restoran biznesi, ta'lim va tibbiyot yo'nalishlaridagi eng yuqori darajada xizmatlarni ko'rsatayotgan tashkilotlar ham Akfa Holding tashkil etgan jamoalardir. Holdingimizning o'tgan 1 yillik yutuqlarining o'zi ham sarmoqli bo'lib, bu kompaniyadan tashqari mamlakatimizning xalqaro imidji va nufuzini yanada oshirishga xizmat qilayotgan natijalardir. Xususan, o'tgan 1 yil davomida xorijiy hamkorlarimizning qatoriga yana 10 dan ortiq davlat qo'shilib, ular soni 40 ga yaqinlashdi. Holdingimiz asoschisi Jahongir Obidovichning biznesga qaytishi har bir yo'nalishda kompaniya yutuqlari bir necha barobar ortib, yangi loyihalar boshlanishi, xodimlarning motivatsiyasi yanada kuchayishiga sabab bo'ldi. Akfa Group mahsulotlari AQSh va Kanadaga ishonch bilan kirib bordi. Amerikaning qator yirik kompaniyalari bilan alyumin profillari eksporti bo'yicha umumiy miqdorda $62 million dan ortiq bo'lgan shartnomalar imzolandi. Benkam korxonasi qurilishdan tashqari avtomobilsozlik, samolyotsozlik, quyosh energetikasi va boshqa sohalar uchun ham profillar ishlab chiqarish imkoniyatlarini taqdim etdi. Ayni kunda korxonada Greenex hamda Regrinex alyuminiy mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'nalishida ish boshlangan. PVH yo'nalishida 5 kamerali Penta 6500 profili ishlab chiqarildi va mijozlar tomonidan qiziqish bilan qabul qilindi. Import aksessuarlari yo'nalishida 20 dan ortiq import mahsulotlarini ishlab chiqarish mahalliylashtirildi. Yeton gazobloklari taqdimoti o'tkazildi. Gazoblok ishlab chiqarish hajmi 1 yil mobaynida deyarli 9 barobarga oshdi. Alyumin kompozit, bir HPL panellarni ishlab chiqarish, sotish va eksport bir necha marotabaga o'sdi. Umumiy hisobda bugungi kunda Akfa kompaniyalari 1200 dan ortiq turdagi mahsulotlarni eksport qilmoqda. Savdo va eksport o'rtacha 30% gacha o'sdi. Akfa Group Yevrouz a'zosiga aylandi. Uzbekistan klub tomonidan biznesning ijtimoiy mas'uliyatiga ega milliy kompaniyalarning top 7 taligiga kiritildi. Joriy yilning aprel oyida Akfa Aluminium o'z tarixida birinchi marotaba 2021 yil 31 dekabr va 2023 yil 31 dekabrda tugagan moliyaviy yillari uchun dunyoda katta to'rtlikka kiruvchi KPMG Uzbekistan o'tkazgan auditda moliyaviy hisobotlar to'plami bo'yicha ijobiy auditorlik xulosasini oldi. Imzo franshiza va viloyat showroomlarining savdosi hamda eksport 20% ga o'sdi. Respublikamiz viloyatlari bo'ylab franshiza fabrikalari, shuningdek 20 dan ziyod showroomlar ochildi. Joriy yilning aprel oyida bo'lib o'tgan Franchising and Distribution Expo Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasida Imzo eng muvaffaqiyatli franshiza sotish yo'nalishida birinchi o'rinni oldi. Imzo va Germaniyaning Rehau kompaniyalari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Akfa Group korxonalari xalqaro darajadagi ko'rgazmalarda o'z taqdimotlari bilan muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Shuningdek, Akfa Build, Imzo, Artel va Akfa Medline universitet klinikasi yil brendi tanlovida turli nominatsiyalar bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdi. Artel ijtimoiy tashabbuslar va ish jarayonlariga ESG tamoyillarini joriy etgani uchun BMT mukofoti bilan taqdirlandi. M1 so'rovnomasiga ko'ra, Turkiya va Xitoy ishlab chiqaruvchilarni ortda qoldirgan holda yil kashfiyotiga aylandi. Artel xalqaro ko'rgazmalar va tadbirlarda ishtirok etish orqali dunyo davlatlari bilan hamkorlikni kengaytirishga erishdi. Xususan Germaniya, Xitoy va Janubiy Koreya bilan o'zaro manfaatli aloqalari yanada mustahkamlandi.
3-xalqaro investitsiya forumi doirasida dunyodagi eng yirik televizor ishlab chiqaruvchilardan biri Xitoyning TCL kompaniyasi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi. Fitch Ratings Artel'ning kredit reytingidagi B darajasiga ijobiy xulosani berdi. Qozog'istonda Artel'ning maishiy texnikalarni ishlab chiqaruvchi zavodi qurilishi yakunlandi. Bu esa kompaniya mahsulotlari eksporti geografiyasini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, 2018-yildan buyon Artel Electronics MCG korxonalari guruhining moliyaviy hisobotlari katta to'rtlik tarkibiga kiruvchi Deloitte & Touch auditorlik tashkiloti tomonidan mustaqil auditdan o'tkazilib, ijobiy xulosa olinib kelinayotgani ham kompaniyaning katta yutug'idir. Artel va Holding tarkibidagi boshqa kompaniyalar yurtimizdagi qator nufuzli oliy ta'lim o'quv yurtlari bilan amaliy hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bu malakali kadrlar tayyorlash va istiqbolli xodimlar rezervini yaratishda ahamiyatli bo'lmoqda. Akfa Medline universitet klinikasiga aylantirildi. Shifoxonada bo'yin va bosh onkologiyasi, estetik kosmetologiya kabi ko'plab yangi bo'limlar ochildi. Tibbiyot maskaniga Turkiya, Germaniya, Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon, Belarus, Ukraina va boshqa davlatlardan turli sohalarning yetuk mutaxassislari kelib, ko'rik va jarrohliklarni o'tkazdi. Shifoxona hamda Anadolu sog'liq markazi, American Hospital Tbilisi, Seoul National University Hospital va Chonnam National University Hospital o'rtasida hamkorlik memorandumlari imzolandi. Akfa Food korxonasining xizmat ko'rsatish doirasi 2 barobarga o'sdi. Mavjud menyuga qo'shimcha tarzda 60 dan ortiq qandolat mahsulotlarni hamda 40 dan ziyod salat turlarini tayyorlash yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda Golden House, Pepsi, Musaffo, ADM Jizzax, Xonsaroy, Mobius, UzAuto Motors kabi mashhur brendlarga 10 dan ortiq maktabgacha ta'lim muassasalari hamda yana shuncha qurilish tashkilotlariga catering xizmatlari aynan Akfa Food tomonidan ko'rsatib kelinmoqda. Texnoparkda hozirda 17 ta zavod ishlayotgan bo'lib, 2023-yilda 2 ta yirik istiqbolli loyiha bazalt toshdan issiqlik izolyatsiyasi materiallarini hamda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan HPL panellarni ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirildi. Umumiy hisobda 400 ga yaqin milliy va xalqaro sertifikatlar qo'lga kiritildi. Texnoparkda ishlab chiqarilayotgan zamonaviy liftlarga talab ortib borayotganligi sababli jamoa tomonidan Nukusda yillik 20 mingta lift ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod hamda 120 metrli test minorani qurish ishlari olib borilmoqda. Kompaniyaning ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi obyektlarni ishga tushirish yo'nalishidagi ishlari natijasi sifatida Toshkentda termoplastik bo'yoq ishlab chiqaruvchi korxona ishga tushdi. Tashkent Indexda zamonaviy avtobozor tashkil etildi. Discovery Invest loyihachilari va quruvchilari yurtimizdagi yirik, innovatsion va jozibador loyihalar qurilishida faol ishtirok etib kelmoqda. Bu obyektlar sirasiga Zominda qurilgan osma ko'prik, restoran va baxt uyini, Central Asian Expo Uzbekistan ko'rgazmalar majmuasini, Respublika bolalar kutubxonasini, milliy estrada san'ati asoschisi, O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov haykalini kiritish mumkin. E'tiborli jihati, jamoa mehnati bilan Tashkent City hududidagi opera konsert teatri 60 kun ichida qurib foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari jamoa hozirda Ostin nomli turk-o'zbek sanoat klasteri, Afg'oniston va Termiz chegarasida Ayritom nomli Termiz xalqaro savdo markazi, Xiva va Qashqadaryoda mehmonxonalar, Zominda simulятsion markaz filiali hamda yangi Toshkent hududida Respublika milliy kutubxonasining qurilishi loyihalarini amalga oshirmoqda. Shuningdek, Discovery Invest tomonidan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Chorvoq oromgohi rekonstruksiya qilinib, qo'shimcha restoranlar tashkil etildi. Fanon mahsulotlari xalqaro zargarlik ko'rgazmalarida namoyish etildi. Eksport geografiyasi kengaydi. Zargarlik buyumlari avval asosan qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistonga yetkazib berilgan bo'lsa, o'tgan 1 yilda xorijiy hamkorlar safiga AQSh va Dubay ham qo'shildi. KX ko'rgazmalar majmuasida bir necha xalqaro ko'rgazmalar qatori Central Asian University tashabbusi bilan biznes, marketing, boshqaruv, san'at va sport kabi turli sohalarda dunyoda eng ilg'or va nomdor bo'lgan Maymask, Margulan Seysenbayev, Maryam Uzerli, Karim Derbas,
Selim Basul, Scott Atkins kabi o'nlab yulduzlar ishtirokida biznes marafon hamda ijodiy kechalar tashkil etildi. Bu yil Akfa o'z hamkorlari va mijozlari, mahalliy hamda xorijiy investorlar, umuman xalqqa ochiq bo'lgan loyiha Waytuni taqdim etdi. Waytu O'zbekiston investitsion bozorida yangi davrni boshlab berishi qatori o'z yutuqlari, ijobiy natijalari hamda doimiy daromadi bilan kompaniyaning eng istiqbolli loyihalaridan biri bo'lishi shubhasiz. Ish jarayonida xodimlarga ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'batni ham alohida qayd etish joiz. Xodimlarni bir-biriga yaqinlashtirish, jamoalarni birlashtirish, hamjihat ish yuritishlari uchun sharoit yaratish maqsadida team buildinglardan tashqari uz-quiz intellektual o'yinlari, futbol va voleybol bo'yicha musobaqalar, quvnoqlar va zukkolar tanlovlari o'tkazilib, tashabbuskor, ijodkor xodimlar va faol jamoalar muntazam rag'batlantirib kelinmoqda. Ijtimoiy himoya yo'nalishida o'tgan bir yil davomida kompaniyamizning moddiy va ma'naviy yordami sabab 1500 dan ortiq xodimlar davolanish, murakkab jarrohliklardan o'tib, salomatligini tiklash, o'zi va oilasining eng zarur ehtiyojlarini qoplash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Sen yashaysan aksiyasi orqali kam ta'minlangan oilalarda ulg'ayayotgan yuzlab bolalar to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, yuragidagi nuqsoni bor va jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'lganlari operatsiya qilindi hamda bir necha bosqichli muolajalardan o'tdi. Bundan tashqari holding sport va intellektual tadbirlarni, Paxtakor hamda bolalar futbol jamoalarini ham har tomonlama qo'llab-quvvatlashda doimiy va davomli hissa qo'shib kelmoqda. Kompaniya joriy yilda Yashil Toshkent loyihasini yo'lga qo'ydi va loyiha doirasida Yangi Hayot tumanining yangi turmush, Uchtepa tumanining Bog'dod mahallalarida yashil maydonlar yaratildi. 2024-yilda esa kompaniyamiz tomonidan 2021-yilda qurilgan Mehr boshpanasi qaramog'idagi hayvonlar uchun sayr maskani barpo etilib, 1200 ta qarovsiz jonivorlarni sayr qildirish uchun sharoitlar yaratildi va boshqa xayrli ishlar davom etmoqda. Bugungi kunda Akfa oilasining Akfa Lighting, Okart, Flowers Garden, Artel Technical School, Inventor va Central Asian University, Media Park, Atlas, Ashxobod, Magic City, Milliy bog', Hilton, Garden, Bulvar va City Park, Hampton by Hilton, Buxorodagi Benham mehmonxonalari, gastronomik turizm yo'nalishida qator restoranlari hamda boshqa qator loyihalardan barchasi yurtimiz taraqqiyotida xalqaro aloqalarni kengaytirish va rivojlantirishda muhim hissa qo'shmoqda. Akfa Holding nafaqat O'zbekistonda, balki jahonda ham eng istiqbolli, tizimli rivojlanayotgan ishonchli kompaniya bo'lish yo'lida doimiy harakatda. Albatta, kompaniya strategiyasi, zamonaviy boshqaruv mexanizmlari, katta jamoa mehnati hamda harakati holdingimiz uchun yanada katta va samarali natijalar, yutuqlar va darajalarni kafolatlaydi.